Do'stlar, lekin va shu zo'r ekan, mana qaranglar, podyomni yo'ligi ham, rangi ham bor. Yomon ham ishlab qo'ygan. Videoga bitta like bosing va qaysi rang yoqishini kommentariyga yozib keting. Narxini videoda aytib o'taman. Set kichkina variantda ishlangan, oyog'inglar nafas oladi, ko'jalar ham yupqa ishlangan, oyog'inglarni qizdira olmaydi. Hamdasa tovoninglarni ushlab turib yurgan paytingizda chiqib ketib qolmaydi. Rezinkasi ham podyomga qarab moslashaveradi. Qanaqa ranglari bor? Oq rasvetkasi bor, ko'rishingiz mumkin. Lemante firmaniki. Bilasizlar, biz hozir xuddi shuni rokli variantini sotyapmiz. Ipsizini ko'pchilik so'rayotgani uchun ipsiz variantlarni olib keldik. Narxi 200 ming so'mdan do'stlar, sifati prosta dahshat. Podyomni yo'lagi ham, ustki oyoqligi ham idealni tushadi. Bu qora rangi, ko'rishingiz mumkin, qorasi ham juda ham chiroyli ishlangan. Podojasiga ikkilanmay, bitta vlajnikda tozalaysiz, oppoq bo'ladi. Ivory rasvetkasi bor, ivorysi ham juda ham chiroyli ishlangan. Bu krossovkamizning yana bitta yutuq tomoni, siz buni ko'ylak bilan ham, klassik shimlar bilan ham bemalol kiyasiz. Chunki bu bilasizlar, murskoy modeldan olingan modellardan bittasi, murskoy modada ishlangan. Chunki universalniy oyoq kiyimlardan biri. Zo'r joyi, ko'p yursangiz ham tovoningizni, belingizni, tizingizni og'ritmaydi. Chunki podyomlari baland ishlangan, kafellarda yursangiz ham sirpanib ketmaydi. Aytayotganimda narxlari 200 ming so'm. Manzilimiz Janubiy vokzal to'g'risi Vega Center 2-qavatda. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham ishlaydi. Agarda rasmlarni ko'rish istasanglar, profilimizda shapkasida Telegram kanalimizda bor, bemalol o'tib olsanglar bo'ladi. Sizlarni do'konda kutib qolamiz.